Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan zamonaviy uslub, iste'dod va go'zallik timsoli bo'lgan Maftuna Xolmedova hayoti va ijodiga nazar tashlaymiz. Tayyor bo'ling. Oldinda sizni ko'plab qiziqarli faktlar kutmoqda. Maftuna Xolmedova O'zbekiston sahnasining iqtidorli xonandasi, aktrisasi va modelyeridir. U sahnadagi ilk chiqishlaridanoq muxlislar e'tiborini tortdi. Uning ovozi his-tuyg'ularga boy, chiqishlari va samimiy tabassumi tomoshabin qalbini zabt etishga muvaffaq bo'lgan. Maftunaning jasoratli kiyinish uslubi ham doimo diqqat markazida. U yoshlar orasida moda ikonkasiga aylangan. Har bir libosi bu san'at, har bir sahnadagi ko'rinishi bu o'ziga xos obraz. Bugungi kunda Maftuna ijtimoiy tarmoqlarda ham juda faol. Instagram sahifalarida u o'zining ijodiy ishlarini, kundalik hayotini va kulgili lahzalarini ham baham ko'radi. Ayniqsa, uning jonli efirlari doimiy muxlislar bilan do'stona muhitga o'tadi. 2024-yilning oxirlarida internetda Maftunaning to'y suratlari tarqalib, katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Lekin bu surat yolg'on ekanligi aniqlandi. Mish-mishlar kuchli bo'lishi mumkin, ammo haqiqat doimo ustun chiqadi. Maftuna faqatgina qo'shiq emas, balki aktyorlik sohasida ham o'zini sinab ko'rmoqda. Uning ishtirokidagi sahna asarlari va filmlar tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olinyapti. Maftuna Xolmedova zamonaviy O'zbekiston san'atining yorqin yulduzlaridan biri. Agar siz ham uning hayoti va ijodiga qiziqsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Andijonda ayol erkakning intim videolarini tarqatish bilan qo'rqitdi. Andijon viloyatida erkakning intim fotolarini tarqatmaslik uchun $14,000 pul talab qilgan 30 yoshli ayol qo'lga tushdi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan tovlamachilik jinoyati fosh etilgan. Xususan, fuqarolarning arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda 1995-yilda tug'ilgan ayol o'ziga tegishli bo'lgan telefonda mavjud bo'lgan murojaat qilgan shaxsning intim foto va videolarini tarqatib yuborish bilan qo'rqitib, ularni tarqatmaslik evaziga $14,000 talab qilgan hamda ushbu talab qilingan miqdordagi pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvaffaqiyatlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Buxoro viloyatida ayol sobiq sevgilisidan ular o'rtasida bo'lgan ishqiy munosabatni oshkor qilmaslik uchun $30,000 talab qilgandi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi tomonidan tezkor tadbir davomida u talab qilgan pullardan $10,000 olinayotgan vaqtida ushlangan. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.